Arteriovenoz fistulalar, ya'ni shuntlar ham deb ataymiz va boshqa qon tomir malformatsiyalari. Arteriovenoz fistulalar xususan karotid, ya'ni yugulyar va karotid kavernoz fistulalar travmatik miya jarohatidan keyin yuzaga keladi. Ko'pincha ular darhol ular namoyon bo'lmaydi. Balki bir necha kun, bir necha hafta yoki ba'zida yillar o'tgandan keyin undan ortiq vaqt o'tgach paydo bo'ladi. Karotid kavernoz fistulalar odatda travma oqibatida ichki karotid arteriyaning bir bo'lagi yorilganda yuzaga keladi. Keyinchalik kavernoz sinusdagi ushbu arteriyaning sifon qismida anevrizmaga o'xshagan o'zgarishlar paydo bo'ladi. Buni karotid kavernoz anevrizmalari yoki Weibermaysana kavernoz anevrizmalari deb ataladi. Ulardan tashqari kavernoz sinus hamda unda oqib kelayotgan venalardagi bosim keskin oshib, ularning cho'zilishiga olib keladi. Bu ko'z va paraorbital to'qimalarning sezilarli darajada shishiga olib keladi. Odatda pulsatsiyalanuvchi egzoftalm, konjunktiva himozi, kokla shishi ular ba'zan ko'z olmasini to'liq yopishga olib keladi. Ko'z orbitasi sohasidagi to'qimalarning rangi o'zgaradi. Giperemik deymiz, ya'ni qizargan, sianotikdan tashqari yana sianotik ham deymiz, ko'kargan bo'ladi. Bemor ko'z olmasida pulsatsiya sinxron ravishda uruvchi shovqinni his qiladi. Uni tekshiruvchi ko'z qorachig'i qovoq bilan qoplangan ko'z kosasiga fonendoskop qo'yib eshita oladi. Shovqinni shuningdek supraorbital nuqtada va mastoidal sohada ham eshitish mumkin. Xarakterli belgilari 3, 4 va 6 juft kranial nervlarning funksiyalarining buzilishiga va oftalmoparez yoki oftalmoplegiyaga, ko'rish qobiliyatining pasayishiga, 5-juft kranial nervlarning birinchi tarmog'ining sezgi buzilishlari, ya'ni og'riq peshona, chakka, orbital sohada bo'lishi, giperpatiya, gipalgiya bilan kechishi xarakterlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizda qoling.